هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kasas tefsiri 60. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kasas suresi 60. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sizlerge qandaq nasib berilmesin, o dünya terikçiligideki faydalanılan nasidir ve dünya terikçiliginin zinnetidir. Allah'ın dergahideki savab en yaxşıdır, en baqidir. Düşünmemsizler? Biz yaxşı va'dini qilgan, yani cennetni va'da qilgan adam onu tapıdı. O dünya terikçilikideki faydalanılan narsalar bilen biz faydalandırgan, ondan kıyamet günü azapga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Dunyoning tugaydiganligi, dunyoni do'st tutquchining oxiratni do'st tutquchi bilan barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allah bu oyatda yaxshi bandalarga oxiratda tayyorlagan katta va tugab qolmaydigan ne'matlarga selishtirganda dunyo va uning zib-zinnatlarining rangdorligining hech narsaga arzimaydigan bir vaqtliq tirikchilik dunyosi ekanligini xabar qiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey insonlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allah'ın dergahideki narsalar tügümestir. Allah'ın dergahideki narsalar, yani mukafat ve hürmet yaxşı bendiler üçün. Kafirlar behrimen bo'lgan baqası yok, azgını rahatdan artıqdır. Dünya terikçiliki ahiretki qaraganda azgını narsadır. Sizlar dünyadaki terikçilikni artıq görsizlar. Ahiret yaxşıdır ve baqidir. Peygamber aleyhisselam undaq degan: Allah'ın namı bilen qasamki, dünya terikçiliki ahiretning ne'matlariga qaraganda faqat sizlarning biringlar bir barmoqni dengizga cho'kirib olganchilar oz narsadir. Ondan u barmoqqa qanchalik suv yuqqanligiga qarab baqsin. La ilahe illalloh Muhammad rasul. Tushunmamsizlar? Yani dünyanı ahiretin artık gördiğin adam bunu oylanmamdı. Biz yaxşı va'dini qilgan, yani cennetni va'da qilgan adam onu tapıdı. O dünya terikçilikideki faydalanadigan narsalar bilan biz faydalandırgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan adam bilan o'xshashmi? Yani Allah Teala mundaq deydi: Yaxşı amellerge Allah'ın savabı verildiğanlığı hakkındaki va'disiga işengen ve o savabga çoğum erişidigan mümin adam Allah bilen uçuruşini, Allah'ın bu doğrudaki va'disini, Allah'ın yaman akıbetten agahlandırışını inkar kıygan, dünya terikçilikinden azgını günle behrimen boğan, andın kıyamet günü azapga duchor boğan kafir adam bilen o'xshash bo'lamdi. Mücahid mundaq deydi: Bu ayet Peygamber aleyhisselam bilen Abu Cehil hakkında nazil bo'lgan. O yana başka bir rivayetinde mundaq deydi: Hamza, Ali ve Abu Cehil hakkında nazil bo'lgan. Ama ayetning mazmuni umumni ko'z tutadi. Bu ayetning mazmuni Allah Teala'nın mümin kişi cennetning oliy darajalarida turib, dünyadaki qadinas do'stining davzaqning eng tegida turganligini ko'rganda, agar
Rabbimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim deydiganligini xabar qilgan oyatning mazmuniga o'xshaydi. La havla va la quvvata illa billah. Allah Taala bu vaqtda yana mundaq deydi. Jinlar shak shubhisiz bilidiki, ular do'zax cho'qim hozir qilinib shu yerda azob chekadi. Shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Rabbimiz biz sening yo'lingdan azdurganlarni, ya'ni ergeç küçülerimizni özümüz azgandek azdırdık. Rabbimiz ulardan yiroqlashib sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. Ularga shirik keltirgan ma'budotlaringlarni chaqiringlar deyilgan aman, ular shirik keltirgan ma'budotlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini arzu qildi. U kunda Alloh ularga nido qilib aytdi. Payg'ambarlarga nim bilan javob berdinglar? U kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ldi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishguchilardan bo'lishi umidlikdir. Mushriklarning va ularning sheriklarining bir-biridan ada-juda bo'lganligi to'g'risida. Alloh Taala qiyomat kuni Alloh shirik keltirgan kofirlarga malomat qilib, mundaq nido qilganligidan xabar qildi. Sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda? Ya'ni sizlar dunyodagi cheg'inglarda butlarni, sheriklarni iloh qilib cho'qingan ilohlaringlar qayerda? Ular sizlarga yordam qila olamdi? Yoki o'zlari yordamga erisha olamdi? Bu so'z ularni qo'rqitish va tan qilish uchun deyiladi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. Biz dastlabda sizlarni xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundaq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafaatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymizmi? Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. O'zlariga azob tegishli bo'lganlar, ya'ni shaytonlar, isyankorlar va kufrga chaqirganlar, Rabbimiz biz sening yo'lingdan azdurganlarni, ya'ni ergeç küçülerimizni özümüz azgandek azdırdık. Rabbimiz ulardan yiroqlashib sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. Ergeç turguchilar o'zlarining ergeç küçülerini azdırganligiga, ondan ularningmi ergeç turguchilarga ergeçkenligiga guvohlik berdi. Ondan ularning ibodatlaridan ada juda bo'ldi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafaati bilan Allohning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qildi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi.
Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qindigan odamdimi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'afildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. İbrahim aleyhisselam qavmiga mundoq degan edi: bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lish uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar, ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Әгеш күчілерден ада juda bo'ladi. Әгеш күчілер әгеш turgichilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Ayni vaqtda әгеш turgichilar azobni ko'rib, әгеш kuchilardan ада juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. әгеш kuchilar Kaşki bizlerge dünyaya qaytışqı bolsa idi, ular bizden ada juda bo'lgandek, bizmi ulardan ada juda bo'latdiq deydi. Allah ularga yaman işlerinin hasret bo'lganligini mushundaq ko'rsatdi. Ular devzaqdan chiqmaydi. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: ularga şirik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyildi. Ya'ni sizlar dunyodagi cheg'inglarda ulardan kutganinglardek ular kelib sizlarning tortayotgan azobinglardan qutqazsin. Ular shu hamon şirik keltirgan ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda, ya'ni ular cho'qim do'zaxga kirdiganligini jazmlashtirgan chaqda hidoyat topgan bo'lishlarini arzu qiladi. Ya'ni ular azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda o'zlarining dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini arzu qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shu kunda Alloh ularga aytadi: sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar. Ular chaqirdi. Lekin ularning shirikleri icabet qilmaydi. Biz ularning arasida ular o'telmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar devzaqni ko'rib, uning kirdiganligiga jazm qildi. Devzaqdan qochadigan joy topolmaydi. Mushriklarning qiyomat kuni payg'ambar haqida qanday javob berdiganligi to'g'risida. U kunda Allah ularga nido qilib aytdi: payg'ambarlarga nim bilan javob berdinglar? Avvalgi nido tavhid haqida so'rash uchun qilingan nidodir. Bu nido payg'ambarlikni isbotlash uchundir. Sizlarga avatilgan payg'ambarlarga bergan javobinglar nima edi? Ularga qanday muomalada bo'lgantinglar? Bu savol bandidan qabrisida Rabbin kim, payg'ambaring kim, dining nima deb so'raladigan savolga o'xshab ketadi. Mu'min odam qabrida savol so'ralganda u Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Muhammad alayhissalom Alloh taoloning bandasi va payg'ambaridir deb guvohlik berdi. Ammo kofir odam nima bilmayman deb javob berdi. Shuning uchun qiyomat kuni uning sukut qilishidan boshqa bagidek javobi bo'lmaydi. Chunki bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: u kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Mujohid: u kunda ularga dalillar qorong'u bo'ladi dedi. Ular u kunda orasidagi tuqqanchilikni so'rashmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: dunyodagi chig'ida
tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishuvchilardan bo'lishi umidlikdir. Uning qiyomat kuni u maqsadga yetadi. Ya'ni qiyomat kuni u maqsadga yetadi. Bu haqiqatan Allohning fazli va ihsoni bilan cho'qim yuz berdi. Allah mahluqatidan xoliqini yaratdi. Xoligan odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas, Allah pakdir. Ularning shirk keltirganligidan ustundir. Rabbim ularning dillarida yo'shurun tutganlarini va ig'izlarida deganlarini bilib turdi. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jami hamd sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Yaratish, hammani bilish va tanlashning yolg'iz Alloh taologa mansub ekanligi to'g'risida. Allah xoliqini yaratish, xoliqini tanlash huquqi yolg'iz o'zida ekanligini xabar qiladi. Bu vaqtda Alloh bilan jiddallashguchi Alloh taolodan hisob olguchi bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq deydi. Allah mahluqatidan xoliqini yaratdi. Xoligan odamni payg'ambarlik tanlaydi. Allah nimani xolisa shu bo'ladi. Nimani xolamasa u vujudga kelmaydi. Yaxshi yomon ishlarning hammasi Alloh taoloning qo'l ilkididir. Uning oxiri qaytadigan joyi Alloh taoloning dargohidadir. Tanlash huquqi ularda emas. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Rabbim ularning dillarida yo'shurun tutganlarini va ig'izlarida deganlarini bilib turdi. Ya'ni Allah ularning dillarida nimalarni yo'shirganliklarini, nimalarni o'ziga to'plaganliklarini obdan bilib turdi. Shundaqla insonlardan oshkori sodir bo'lgan narsalarni mu biladi. Sizlarning ichinglardan yo'shirun so'z qilgan, oshkori so'z qilgan, kechasi yo'shiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni u tanho ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Shundaqla uningdan boshqa xoliqini yaratadigan, xoliqini tanlaydigan Rabbmu yo'qdir. Dünya ve ahirette cemi hamd sana Allah'a mensuptur. Yani Allah cemi işlerini adalet ve hikmet bilen kılganlık için medhiyege layıktır. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Yani Allah güçlük, galip, hikmet bilen hüküm kılıdığan merhametlik boğanlık için onundan birer hesap algıcı bulmaydı. Sizler Allah'ın dergahına kaytırılısılar. Yani kıyamet günü hemminla Allah'ın dergahına kaytırılısılar. Allah her bir adamның yaxşı yaman əməliga qarta mükafat ve ceza berdi. Allah Teala'ga ularning işlerinden hiç qandaq narsa məxfi qalmaydı. Aytib beqinglarchu, agar Allah keçini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zdigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik ilib kelaydi? Sizlar anglamamsizlar degin. Aytib beqinglarchu, agar Allah kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zdigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga aram ilishinglar uchun kechini ilib kelaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degin.
sizlarni kechida aramasin, kunduzda hayotlik yo'lda harakatlanib Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. Kecha va kunduzning Alloh taolaning ne'matlari va ularning Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan dalillar ekanligi to'g'risida. Alloh bu oyatlarda bandalarga kecha va kunduzni bo'ysundirib berganligini ularga aslatib o'tadi. Odam kecha kunduzsiz yashay olmaydi. Alloh agar kechini ular uchun qiyomat kunigacha mangu so'zadigan bo'lsa, buning ularga albatta ziyon keltiradiganligini, insonlar uningdan albatta zerikadiganligini, uningdan qutulib chiqolmaydiganligini bayon qildi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik ilib kelalaydi, ya'ni sizlar u yo'riqlik bilan bir-biringlarni ko'rsizlar. Hem o'zaro berish-kelish qilasizlar. Sizlar anglamamsizlar? Ondan agar kunduzni ular uchun qiyomat kunigacha mangu so'zadigan bo'lsa, buning ularga albatta ziyon keltiradiganligini, ish harakatning ko'pligidan badanlarning albatta herib charchaydiganligini xabar qildi. Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga orom ilishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Ya'ni kechida sizlar harakatlaringlardan, qilayotgan ishlaringlardan to'xtab armalasizlar. Sizlar ko'rmamsizlar? Sizlarni kechida aramasin, kunduzda Allohning fazlini talab qilsin deb sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. Ya'ni Allah sizlarga marhamat qilib kechini sizlarning orom elishinglar uchun, kunduzni sizlarning safarlar orqali, ish harakatlar orqali Allohning fazlini talab qilishinglar uchun yaratib berdi. Umidki sizlar Allohning ne'matlariga shukr qilasizlar. Ya'ni sizlar kech kunduzda turli ibodatlarni qilish orqali Alloh taolaga shukr qilasizlar. Kim kechida birer ibodatning vaqtini o'tkazib qo'ysa, uni kunduzda ado qiladi. Yoki kunduzda o'tkazib qo'ysa, uni kechida ado qiladi. Alloh bu vaqtda mundaq degan: Alloh o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almishib turadigan qilib berdi. Bu mazmunda oyatlar nihoyat ko'pdir. O kunda Allah ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz her ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Pakitinglarni keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Mushriklarni ayiblash va ularga qattiq tegish to'g'risida. Bu hem Alloh taolaga boshqa ilohlarni qo'shib cho'qingan odamni ayiblash va qo'rqitish uchun qilingan ikkinchi nidodir. Yuksak Rab ularni guvohchilarning oldiga chaqirib mundaq deydi: guvohchilarning oldiga chaqirib aytadi: dunyodagi cheg'inglarda sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda? Biz her ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chaqiramiz. Pokitlarni keltiringlar deymiz. Ya'ni Alloh taolaning sheriklari bor degan da'voyinglarning to'g'riligiga pokit keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech ilohning yo'qligini biladi. Ular so'zlayolmaydi, javobni topolmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni butlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Ya'ni ular ko'zdan g'oyib bo'ladi.
ularga menfaat yetkazolmaydi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Qasas tafsiridan 75. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.